Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Alo, ha Zulpi? Dadasi puldan bering, men ham lo'nda botoks qilgizay. Iya, sen ham o'rdaklab bo'lmoqchimisan, Zulpi? Ha bo'ldi, erimni ishlarini barakasini bersin, halolidan bersin, haramidan bermasin bizga deb duo qilib o'tirgan, xo'pmi? Oltin qalaming soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Assalomu alaykum ota. Yandex chaqiruvmidingiz? Biznes mashinam bu bolam, bir omonatim bor edi. Shuni chova-chova egasiga yetkazib borsang degandim. Ota, agar konvert ichida pul bo'ladigan bo'lsa, ola olmayman. Voy, hammang pulni deb yuribsan, jonim bolam. Uni dingillatadiganing nech pul ko'rsatibdi? Xo'p, 67 ming bo'lar ekan ota. Sheriklaringdan ko'proq olib kelavergan. Ko'p gapirmasdan buni yuzda olginda, mana shu omonatni qisib egasiga yetkazib bergin, tushundingmi? Qani ilohi amin. Top tushishingga baraka bersin. Hozirgi boshingga tushgan mushkuling oson o'laversin. Amin Alloh. Qanaqa mushkul? Jinnimi bu? Pochtasi kelmayapti-yu. Pochta sizgami-da? Keldingizmi, uka? Keldim aka. Mana omonatingiz, men ketdim. To'xtang, ichini bir ko'raylik-chi. Ichida balo ham yo'q-ku. Nima? Alo, shaydaman, yetib keldim. Bu ham shantajlik qilyaptimi? tanomayapti. Birovni haqqidan qo'rqmas ekanda, ko'rinishingdan tuppa-tuzuk bolaga o'xshaysan, jon uka. Iya, qanday bergan bo'lsangiz, shuni olib kelib berdim, tog'a. Men senga 20 ta qog'oz beraverdim, jon aka. Yaxshi gap yaxshi, ammo Malibu'ni Matizga aylantirib qo'yaman. Oltin qalamim bor, tushundingmi? Menga shantajlik qilmang, tog'a. Bo'lmasa yozaman ekanda, jon uka. Men senga tiravolatgan joyim yo'q. Men ham insonman uka. Sekin-sekin qilib beraver. Hozir oldingda qancha pul bor? Shu tog'a boya bergan 100 dollaringiz bor. Bo'ldi. Yana 1900 ni sekin-sekin qilib beraverasan. Men ham insonman, tushunaman. Tex pasportingni ber, ishonarli bo'lsin. Tex pasport. May. Bo'ldi. Endi bugundan keyin birovni haqqidan qo'rqqin, xiyonat qilmagin, tushundingmi? Big'illataman olib kelib bermasang. Alo, Zulpa?